Ko'pchilik akalarimiz so'ragan arzon va sifatli motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Xo'p, qisqacha ma'lumotlari. Birinchi motoblogimiz 7 ot kuchli original TX Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Xo'p, motorlari 170 motor bilan jihozlangan. E'tibor berasizlar, moytachilarigacha ham qo'ydirib olib kelganmiz. Yoqilg'i to'ri bizim boklari 3 litrli bo'ladi. Filtrlari maslinli bo'ladi. Maslinli filtr qanaqa ishlashini traktor akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Yurg'ish joylari zavodni orqali yarim soat tortganlari zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Skorlari oldiga 2 ta, orqaga 1 ta skorlari bor. Xo'p, ballonlari katta, 410 razmerli bo'ladi. Ballonlarining enlari esa xo'p 60-70 aketga moslab tushirsanglar bo'ladi. Xo'p, TX motoblogimiz frezalari 4 qatordan 8 qator. E'tibor berasizlar, har bir qatori bo'linadigan freza bo'ladi. 60, 70, 80, 90 aketlarga moslab tushirsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi motoblogimiz yangi kelgan motoblogimiz hisoblanadi. Bu ham 7 ot kuchli, yoqilg'i to'ri bizim boklari 3 litrli bo'ladi. Motorlari 170 motor bilan jihozlangan bo'ladi. Bunda ham yurg'ish joyi zavodni orqali yanada tortganlari zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Ballonlarning razmerlari esa 408 ballon bilan jihozlangan. Buni ham skorlari oldiga 2 ta, orqaga 1 ta skorlari bor. Xo'p, korobkalari katta usulli korobkadan qo'yilgan hisoblanadi. Buni ham frezalari 4 qatordan 8 qator bo'ladi. Xo'p, agarda kimda-kim xuddi yangi kelgan motoblogimiz yoki TX 7 ot kuchli motoblogimizni xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu videoni shu joygacha ko'rdingiz. Bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qo'ysangiz, do'konimizga kelganingizda xuddi shu turdagi yangi kelgan motoblogimiz yoki 7 ot kuchli TX motoblogimiz bo'ladimi, Gusnitsa bo'ladimi, 17 ot kuchli, 7, 9, 13, 15 ot kuchli motoblog bo'ladimi, farqi 7 ot kuchlidan boshlab TVga qarab ketgan motobloglarni xarid qilib olganingiz uchun Agroservis do'konida katta aksiya ketyapti. Shu aksiyadan foydalanasiz. Xo'p, aksiyamiz Agroservis do'koniga kelasiz. Xohlagan turdagi motoblogni xarid qilib olasiz. 7, 17, 19, 13, 15 ot kuchli motoblogdan birini xarid qilib olganingiz uchun do'konga kirib kelganingizda siz akalar omadli barabanimiz kutib oladi. Kelasiz. Sizga motoblogimizni yurg'izib, ishlatib, tekshirib, joylarida tekshirib berish xizmatlari ham bor. Motoblogimizni ko'rib olganingizdan so'ng kelasiz. Barabanimiz bitta dona pachoningiz turadi. Bitta aylantirasiz. Shu qora nuqta nimaga to'g'ri kelsa, sizga shundoq tekinga shurpabor nabor bo'ladimi, drill bo'ladimi, balgaka bo'ladimi, kulish nabor bo'ladimi, dori chechadigan apparat bo'ladimi, nimaki bo'lsa sizga tekinga shundoq shetda o'zida ishlatib, tekshirib, yurg'izib beriladi akalar. 1 so'm ham pul olinmaydi. Manzil so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar. Qishloq xo'jalik texnikalarini optim bazasi bo'ladi. Kimda-kim shunday selkalarni, karter sistemalarini, chizellarni, motorlarni, universalniy bo'lgan pluglarni, bir stoykali pluglarni, aylanma pluglarni yoki xuddi shu turdagi mini kultivatsiya apparatlarini, bunaqa agatda orasiga kirish uchun kultivatsiya apparatlarini sotmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin va bizda qo'shimcha sifatida rotorli kasetka va spejatkalarimiz ham mavjud. Kimda-kim xuddi shunday rotorli kasetka, spejatka, mini kultivatsiya apparatlar yoki mana bu turdagi o'tiradiganlarni xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Optim ba'zidan arzon narxlarda olib chiqib beramiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.